kelsa afg'onga tabadila qilsiz bo'ladi 500 afg'oni. Agar Eronning paysasini banki karbakart qilsiz 400 afg'on bo'ladi. 100 afg'oni chekli qiymati Nimruzda jo'g'ari. Shuning uchun masalan nafar ishdan men paysa berdim shu nafarga. Bular oldida chekdi, men chekda afg'oni qilchadim. Oldimda bor edi, pacha ber dedi, men senga jib etaman dedi. Sahih men aytdim. Durust qo'lga berdim. Bular oldi, hashlab ketdi. Hali bu tarafda men paysa olsam, shu 18 million paysa beribman, 18 million tuman ha, chek beribman. Chek. Hurmatli birodarim, so'rabsiz ekanki, men birtaga chek bersam, ya'ni 5000 ki kartdan pul bersam ki 4000, aya shunday qilib paysa olsam to'g'ri joiz bo'larmi? Bilkul joiz bo'ladi, birodarim, hech nima qilmaydi. Chunki paysani badal qilyapsiz, paysani ovishtiryapsiz. Qaysi bir joyda o'zingizga ma'lumki, paysani narxi oz bo'ladi, boshqa joyda o paysani narxi ovishtirishga ziyoda bo'ladi. Bu shariatda bilkul ijozat. Ki qanday? Al-Zoydandan biramiz Taftonda, chunki tumanni qadri bo'lmaydi, Pokistonda o'zini paysasini qadri bo'ladi. U vaqtda sizga foyda Pokistonni paysaga ovishtirsangiz sizga ahamiyat bo'ladi. Agar Zoydanni o'zidan ovishtirdingiz, u sizga oz bo'ladi. Yana shu sababdan bu hech farq qilmaydi. Yana tag'i so'rabsizki, masalan, men paysani ovishtirsam, u shuncha paysani ovishtirsiz. Paysani ovishtirsiz, har qancha oz ko'p qildingiz, bu shariatda to'g'ri. Chunki jins badal bo'ladi. Masalan, sizga bir gapni aytayinki, bug'doyga berib ko'p ola olmaysiz, ammo bug'doyni bo'lsa qaysi arpaga bersiz, ya zig'irga bersiz, ya kunjitga berasiz, bu yerda jinsi bir qism bo'lmaydi. Bir-biri bilan ovishgan bo'ladi. Ovishgan sababdan bu yerda ozi ko'p olishingiz to'g'ri. Yana xulosasi shu bo'ldiki, tumanga berishingiz sizga sud bo'ladi, durust emas. Agar tumanni Pokistonning Kaldarga ya Afg'onistonning paysasiga ovishtirsiz, onda ozi ko'pi hech qilmaydi, farq qilmaydi bunda. Onda jins badal bo'ldi. Yana men misol berdimki, bug'doy men ham arpani misolini berdim. Shu sababdan durust. Lekin shunda fikr qilingki, qo'l-ba-qo'l bo'lsin. Ba'zi sharoitlari bor. Tashakkur, assalomu alaykum.